To'xtang. Tintuv vaqtida mashinangiz yoki uyingizdan shubhali narsa chiqsa, aslo bu xatoni qila ko'rmang. Jinoyatchiga aylanib qolishingiz hech gap emas. Tasavvur qiling, tintuv bo'lyapti va to'satdan bir paket chiqdi. Siz esa hayajonlanib, qo'rqib va shoshib qolganingizdan, bu nima? Meniki emas-ku deb paketni beixtiyor qo'lingizga olasiz. Ana shu soniyada ishingiz juda qiyinlashadi. Paketda barmoq izlaringiz qoldi. Endi u yerda eng xavfli modda chiqsa ham, qonun oldida siz asosiy shubhali shaxssiz. Chunki izlar sizdan qoldi. Bu tuzoqqa tushmaslik uchun mana shu hayotiy qoidalarni eslab qoling. Qo'lingizni cho'ntagingizga soling. Hech qachon paketga yaqin ham bormang. Qo'l ham tekkizmang. Bayonnomaga qat'iy yozing. Mening bu buyumga hech qanday aloqam yo'q deb. O'z qo'lingiz bilan yozib qo'ying. Tintuvni videoga oling. Jarayon boshlanishidan oldin to u tugaguncha barcha harakatlarni uzluksiz kameraga, video yozuvga tushiring. Qonun bo'yicha bu sizning huquqingiz va u yerda har bir harakat videoda muhrlanishi shart. Iloji bo'lsa advokatsiz gapirmang. Voqea joyiga zudlik bilan advokatingizni chaqiring. Bitta beixtiyor qilingan harakat hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Huquqingizni biling. Ushbu videoni hoziroq yaqinlaringizga yuboring. Ular ham xato qilib qo'yishmasin.